Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda biz namaz hakkı toxtulup edik. Bugün bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh köynek, iştan, yoki küser ve onundan başka müştaq ton, peltularda namaz okusa bu qandaq boldu? Buniki her biriniki hükmü qandaq degan mezmun hakkında toxtulup atıdı. Bu 365. numurluk hadis. Bu hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Süleyman ibn Harb degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Süleyman ibn Harb İmam Bukhari rahmetullahi aleyhniki büyük ustozlaridan biri. Bu kishining tarjimalimi boshda o'tgan. Bu kishi deydi bizga Hammad ibn Zayd degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishining tarjimalimi boshda o'tgan Basrining danglik muhaddislaridan biri. Bu kishi Ayyub degan kishidan rivoyat qilib turadi. Ayyub degan kishiningki tarjimalimi necha qitim o'tgan. Ayyub Shaxtiyani degan kishi. Bu kishi Muhammad degan kishidan Muhammad ibn Sirin namıyla meşhur boğan ayeti dağınık Besir'deki büyük muhaddislerindeki biri. Bu kişi uluk sahabe Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan bayan kılgan bulup bu kişi deydi o bir adam Peygamber aleyhissalatu vesselam'daki huzur mübarek kilip Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan birlik kiyimde namaz okuş hakkında petva sorgan idi. Peygamber aleyhissalatu vesselam hemminlarning ikki kiyimi barmidi, hemminlar ikki kiyim topalamtığını burun deb şunaq cevap bergen. Yani boludu demekçi-de. Andan bir adam Hazreti Ömer radıyallahu anhu'dan sorgandı-da. Hazreti Ömer radıyallahu anhu Allah sizlarning bayashat turmush ata qilgan vaqtida sizlarni o'zingizlar ancha-muncha turmushinglarni qili kengri Allohning berganiga loyiq o'zingizlarni keng kushadirek yashanglar deb shundoq degan. Bir adam Hazreti Ömer yana bu so'zni texmi aniq misollarni oydinlashtirish uchun bir adam o'ziniki kiyimlarini yig'ib to'plab mayli bir adam bir izar yoki ridada yani birisi üst kiyim bir osti kiyimda bu yoki bir izarda osti kiyimda yoki ko'ynak osti kiyim qaba deydi qaba paltoda namoz o'qisin yoki ishton ridada namoz o'qisin yoki ishton ko'ynakda namoz o'qisin yoki ishton paltoda namoz o'qisin yoki kichik bunda qisqa ishton paltoda namoz o'qisin yoki qisqa ishton bilan ko'ynakda namoz o'qisin bu hammasi bo'ladi demoqchi bu yerda Abu Hurayra deydi ben öyle o'ylayman deydi Ömerning mundaq deganligini fi tubbanin varida ve kalt ishton bilan ridadim namoz o'qisin dedi. Demak shu davrdagi shu arablar kiyayotgan kiyimlarniki hamma xil shakllari va sifatlarini bayon qilish orqali mush kiyimlarniki hammasida qaysini juplab ya qaysini namoz o'qisa bo'ldi demoqchi. Demak hamda bu namozning o'zi bir ruhiy ibodat. Ruhiy ibodatda hamda Alloh bilan insonning orasidagi bir xil adab tushundigil bo'lmag'idek bir xil tuyg'uliq bir ibodatda namoz degan hamda. Demak Xudoning oldida turgan vaqtida hurmat ikrom bilan turish to'g'ri keldi. Cho'qim bedellarini yepish, Xudoninki o'ziniki maqomi loyiq ravishda go'zal ko'rinish bilan to'g'ri afzal bu yerda. Hamda 366-numurlik hadis kelgan vaqtida Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Asim ibn Ali degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Bu Asim ibn Ali ibn Asim ibn Suhayb degan kishi Imom Buxoriyning ustozi o'zi Bag'dodda yashagan büyük katta muhaddislarning biri o'z vaqtidagi 220-yillar atrofida o'lib ketgan. Hem de hadis ulemalari bu kishiga rostchil degandek baholarni bergan. Asosan shu rostchil degan baho bu kishiga ko'p yog'dirilgan bu jihatda. Undan boshqa o'zining ko'p hadis rivoyat qilganligi va ishonchli ekanligi haqidami İmam Zahabi Ibn Sa'd qatorliq danglik muhaddislarniki yaxshi baholari bor bu odamga. Hamda İmam Nasaiy'dek bir qism ulamolar bu kishini hamda zaif deb baho bergan. Lekin bu kishiga asosan ko'p sondagi muhaddislar ishonchlik rostchil degan baholani bergan. Shunlashgan İmam Buxoriy rahmatullohi alayh bu kishiniki hadisini o'zi qabul qilib kitobida kirgizgan bo'lishi mumkin. O'zi to'g'ri, sahih yoki durust, rostchil, ishonchlik degan qarash İmam Buxoriyning nazarida kuchli bo'lg'achqa shu hadisni qabul qilgan bo'lishi mumkin. Ammo İmam Nasa'iy rahmatullohi alayh bu kishini zaif edi deb ta'riflagan. Hamda bu kishiniki danglik shogirdlari qatorida Muhammad ibn Yahya Zuhali ile İmam Buxoriy rahmatullohi alayh büyük shogirdlarining biri. Hamda hadis ilmiga qo'shgan tuhfasi qatorida Sahih Buxoriyda 9, Abu Davudda 1, Tirmizida 1 hadis var bu zatniki. Hamda bu kishi deydi bizga İbn Abi Zi'b degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. İbn Abi Zi'bninki tarixi biz boshda o'tgan.
Muhammed ibn Abdurrahman ibn Mughira namıyla ötkende bu kişi. Bu kişi Zuhri'din. Zuhri İmam Muhammed ibn Muslim ibn Şihab Zuhri. Bu kişi Salim'din. Salim bolsa Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'nunki nevrisi. Bu kişi özünün dadısı Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu'dan bayan kılgan. Bu kişi dedi. Bir adam Cenab-ı Resulullah'dan sorğankende ya Resulallah ihram bağlığa adam qanda kiyim kiydi, nimilen keysi boldu ihram bağlığa vaqtida degende Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cevaben köynek giymeydi, işten giymeydi, halat plastik bir kiyimli vardı, taş kiyim. Ondan neslen giymeydi. Yoki zafaran bo'yalgan masalan zafaranning purqi va bunday kiyimlarni kiymaydi. Yoki bunda varasda bo'yalgan kiyimlarni kiymaydi. Varas deganmi shu zafaran o'xshaydigan o'zi qizilga mayliroq kuchli sariq o'simlikda ayni vaqtlarda arab dunyosida kiyimlarni raqlarni bo'yaydi ekan shunda. Shunlashqa shundaq ranglarda bo'yalgan yoki mushunda o'simliklarning rangida bo'yalgan kiyimlarni kiymaydi degan. Buningki shu tabiiy rangli bo'lgandan keyin ayni vaqtlarda bu ranglar kuchli, puroqliq bo'lishi kerakda. Yana agar bir odam oyoq topolmagan bo'lsa, o'tek kiyvason, lekin o'tekni o'shiqning ostidan kesiversin degan. Bu hadisni Imom Nafi' Abdullah ibn Umardan bu kishi Janob Rasulullohdan mushundaq bayon qilingan deydi. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.